Sochinglarni kalga oldirganinglardan keyin soch o'sishi sekinlashgan bo'lsa, bu video aynan sizlar uchun. Soch kalga olingandan keyin shu holatda o'sgan. Ko'rishingiz mumkin, xuddiki soch yonlari ko'p ko'rinyapti, tepalari esa to'kilgan. Biz uni bilintirmaslik uchun asosan yon va orqa qismlarini olib, boshini baland nuqtalarini past nuqtalariga to'g'irlaymiz. Odatda har oy sartaroshga borganimiz uchun bizda shunaqa tushuncha paydo bo'lganki, xuddiki sochimiz juda ham tez o'sadi. O'rtacha uzunlikdagi sochlar 25 kundan 30 kungacha formasidan chiqib ketadi. Formasidan chiqib ketgan soch albatta sizga yoqmaydi. Shundan keyin sartaroshga sochingizni oldirgani borasiz. Bu holat takrorlangani sari sizda shunaqa tushuncha paydo bo'ladiki, xuddiki bir oyda sizning sochingiz juda ham ko'p o'sib ketadi. Lekin bu degani kalga oldirganingizdan keyin bir oyda yana xuddi shunaqa o'sib ketadi degani emas. Shuning uchun ham karantin paytida ko'pchilik sochini kalga oldirgandan keyin nimagadir sochim o'sishi sekinlashib qoldi degan fikrda yurishdi. Chunki bilishmaydiki, sochlarimiz bir oyda o'rtacha 1 santimetrgacha o'sadi. Xulosa shuki, siz doim qilib yuradigan stilingizda sochingiz uzunligi 5-6 santimetr uzunlikda bo'lsa, har oy yonlarini o'zini qisqartirib forma berib turgan taqdiringizda ham 5-6 oy mobaynida siz xohlagan formaga keladi. Videoni sochini kal qilgandan keyin o'stirishga qiynalib yurgan do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Aytgancha orqa formaga alohida e'tibor qaratib qo'yasizlar.